Futbol yulduzi Beckham va mashhur aktyor Gari Oldman ritsarlik unvoniga sazovor bo'lishdi. Beckham esa bunday sharafga sazovor bo'lishni hech qachon tasavvur qilmaganini aytdi. Qirol Charles III-ning rasmiy tug'ilgan kuni munosabati bilan davlat mukofotlari sovrindorlari ro'yxati Buyuk Britaniya hukumati veb-saytida e'lon qilindi. Manchester United klubi va Angliya terma jamoasining 50 yoshli sobiq yarim himoyachisi sportdagi muvaffaqiyatlari va xayriya faoliyati uchun taqdirlandi. Qora kunlar, Sid va Nancy, Josus chiqib ket, Harry Potter va boshqa filmlarda rol o'ynagan 67 yoshli Oscar mukofotiga sazovor bo'lgan aktyor Gari Oldman ham drama san'atiga qo'shgan hissasi uchun unvonga sazovor bo'ldi. Ma'lumot uchun Britaniya imperiyasi ordeni 1917-yilda Charles III-ning bobosi qirol George V tomonidan ta'sis etilgan. Mukofot 5 darajaga ega: orden kavaleri, ofitser, qo'mondon, ritsar qo'mondon yoki qo'mondon xonim, shuningdek buyuk hoj ritsari yoki buyuk hoj xonim. Faqat oxirgi 2 daraja erkaklar uchun sir yoki ayollar uchun xonim qo'shimchasi bilan ritsarlik unvoniga huquq beradi.